Assalomu alaykum, taniganlar bormi? Motodagi qiz to'g'rimi? Assalomu alaykum. Yuzingizni ko'rsatmasdan ham hammaga tanil bo'ldingiz. Da. Ko'pchilikka qiziq. Menga ham yozishgan, shu qiz Namangandanmi deb savol berishadi. Ha. Namangandan. Namanganda tug'ilganman. Andijonda 10 yildan oshiq yashaganmiz. Shuning uchun propiska Andijonda bo'lganligi uchun motomi nomeri ham Andijon. Lekin Namangan. Lekin To'g'ri Namanganda aytishgan ekan. Men kuzatuvchilar ham aytishgan, mana shu motodagi qiz Namangandan deyishganda. To'g'ri. Ma'lumot uchun mana bilib olinglar-da. Bizda ham 155 ming kuzatuvchimiz bor. O'zingizga Million bo'ling. Amin. Bizni kuzatuvchilarga biror fikr bildirib oling. Xo'p, kontentlaringiz qanaqa yo'nalishda? Dinamarka Namangan. Dinamarka Namangan podpischiklariga uzoqlashmanglar. Yengilari hali oldinda. Men xudo xolasa kontentlaringizni ko'rib, qo'llab-quvvatlayman. Sog' bo'ling, ish qilib motoda ehtiyot bo'ling. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Baykershalar chiqsin, harakat qilinglar, o'zim o'rgataman. Qizlar ham eplayapti, bosish kerak. Rahmat.